Assalomu alaykum. Bugun 27-avgust. Yangi bitta sortimizni ko'rsatmoqchiman. Bu Itum 10 sorti. Haqiqiy Itum 10. Bu yil uladim. Nishonasi payvand qilingan yildagi birinchi nishonasi, mana payvand qilgan joyi. Bu o'sha payvanddagi birinchi yildagi nishona hosili. Bu ham o'sha Ispaniya seleksiyasi, Ispaniya kompaniyasi, Itum kompaniyasining sorti. Pishish vaqti rasmiy saytida shu Itum 9 bilan bir xil vaqtda pishadi deyilgan. Ularda sharoitida sentyabrda boshida pishishni boshlar ekan, ikkalasi ham. Faqat bu Itum 9 dan farqli, sal uzoqroq vaqt turar ekan. Ya'ni Itum 9 sentyabrda boshida pishib, oktyabrda oxirigacha deyilgan. Pishish vaqti o'sha sentyabrda boshidan oktyabrda oxirigacha deyilgan. Bu bo'lsa sentyabrda boshidan noyabrda o'rtalarigacha deyilgan. Ya'ni daraxtda menimcha uzoqroq vaqt o'zini holatini yo'qotmay turadi bu. Itum 9 ga nisbatan. Bu endi dona maydaroq bo'lib qolgan. Birinchi yil nishonaligini hisobiga. Keyingi yil menimcha anchagina kattalashadi, lekin baribir rasmiy saytida berilgan ma'lumot bo'yicha buni razmeri sal kichikroq bo'ladi Itum 9 ga nisbatan. Va yana bu rangi mana ko'rib turganlaringdek qizil bo'ladi. Chiroyli, juda ham qizil. Mazasi ham juda ham shirin. Karsillashi ham zo'r buniki ham. Hop. Yana nima desak bo'ladi? Endi bu sortimizni xudo xolasa keyingi yillarda yaxshi hosilga kirganda razmerlarini ko'rsatamiz. Buni hosildorligi sal yuqoriroq ko'rsatilgan Itum 9 ga nisbatan, lekin Itum 9 ning boshlari bundan sal yiriroq deyilgan. Xullas ikkalasi ham zo'r sort. Mazasi buniki ham juda ham yoqdi. Yangi o'sha kishmish sortlarning ichida o'sha Itum 9 ham juda ham shirin, mazali. Bu ham xuddi o'shanga o'xshagan, balki undan ham yaxshidir, lekin juda ham zo'r sort. Itum 10 sorti.